aynan qulay narsani tanlab olishadi. Faqat reverse yoziladimi, shu narsa haqida yozadi. Bu ham yaxshi, lekin bu naqa yozsangiz siz 6,5 dan osholmaysiz. Endi siz 7+ qilmoqchi bo'lsangiz, aynan grammatika qismiga qaraganingizda range of grammar deyiladi va task achievementga qaraganingizda carefully selected main points degan joyi bo'ladi. Aynan 7+lik band descriptorda. Va o'sha joyda sizga как evidence bilan kelyapti, main pointlarni to'g'ri tanlay olishingiz kerak va grammatikani har xil qilib bera olishingiz kerak bo'ladi. Va shu orqali siz 7+ga chiqishingiz mumkin va uni mana qanaqa qilishni ko'rib chiqdik. Reverse trend va teskarisi same trend va boshqa usullar bilan berishingiz mumkin ekan. Endi keyingi qismi comparative graph uchun biz qanaqa main pointlarni select qilamiz. Birinchi bo'lib we can rank the categories va bu eng o'sha common usullardan biri hisoblanadi. Ya'ni qaysi biri baland edi, qaysi biri ikkinchi o'rinda edi, qaysi biri oxirgi o'rinda edi. O'sha narsani aytib ketishimiz mumkin. Was the dominant deyishimiz mumkin, ya'ni took the first place, was dominant, the first place degan so'zlar bilan biz aytib ketishimiz mumkin birinchi o'rin, ikkinchi o'rin va yana shu joyda oxirgi o'rinni aytmoqchi bo'lsak, had the reverse trend yoki had the reverse, was the reverse deb aytib ketishimiz mumkin. Keyingisi look for the biggest gap between two bars. Ya'ni siz har bitta percentage necha bo'lganligini aytish unaqa arzimaydi. Uni o'rniga ikkita barni tanlashimiz kerak va orasidagi farqi nima edi, qanaqa farq bo'ldi, aynan o'sha narsa aynan aytishga arziydigan hisoblanadi. Biggest gap worse bo'lishi kerak u narsa aytishga. So keyingisi look for categories that are roughly similar and equal. Yana xuddi boya trendda ko'rganimizdek bir-biriga o'xshashi va bir-biriga teskarisini yozgan bo'lsangiz, comparative ham xuddi shunaqa, o'xshashi va teskarisi. Va combine qilayotganda, misol body 1 da siz faqat o'xshashlik haqida yozib, body 2 da faqat deylik difference'ni yozadigan bo'lsangiz, unda ham unaqa yaxshi chiqmaydi siz rezultatingiz. Siz body 1 da ham similar pattern, ham different patternni yozib turib, body 2 da ham xuddi shu ish qiladigan bo'lsangiz, ana o'shandagina sizni ballingiz sal yaxshiroq ballga ilashishi mumkin. Chunki baribir range of grammar qilishga harakat qilasiz. So, misol uchun, x and y were broadly similar, deyarli bir xil edi, at around. Va imенно o'xshash point haqida gapirayotgan vaqtda har bittasi ikki xil usulni qo'llashingiz mumkin. Birinchisi, har bittasiga point berib ketasiz. Misol yana o'sha iPhone bilan Nokia'ni olaylik. iPhone deylik 2026-yilda 1 millionta sotilgan bo'lsa, Nokia deylik misol uchun 500 mingta sotilgan bo'lsa, orasida 500 ming farq bor. Deyarli half bo'ladi. Endi ikkita usulni qo'llaydigan bo'lsak, birinchi usulida siz yozib olasiz 500 ming va 1 million relatively degan so'z bilan bu juda ko'p qo'llaniladi. Ikkinchi usuli mana bunisi bilan similar at around, ya'ni general olib ketyapsiz hammasini. Endi bu o'xshash emas. Deylik Nokia 900 mingta sotilgan bo'lsa, bu o'xshash bo'ladi. Shunda aytishimiz mumkin, deyarli 900 mingga yaqin deb turib olib ketishingiz mumkin. Atrofida deb turib general pointini olib ketasiz. Va bu ikkala usulni ham har xilchasiga qilib qo'llaganingiz ancha yordam beradi sizga. Keyingisi, if there are two groups being compared, agar ikkita o'sha men, women bo'ladigan bo'lsa, decide whether to organize your body paragraphs by a group or by a category. Ya'ni nima bo'yicha, endi bu man aytolmayman, optim, mana buni aytganingiz yaxshi, bu usulda yozganingiz yaxshi deya olmayman, chunki bu, конечно, grafga bog'liq bo'ladi. Agar grafda siz eng sizga zo'r ball beradigan yoki da bo'lmasam yaxshi yoza oladigan pointingiz bu kategoriya bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, unda kategoriya tanlash kerak. Ya'ni misol uchun ayol va erkaklarning uy ishlarini qilishi, housing emas, fixing, cooking yoki shunga o'xshagan narsalar agar kategoriyada orasidagi farqlari zo'r bo'ladigan bo'lsa, unda siz kategoriya bo'yicha ketishingiz kerak. Va selecting main point aynan comparative graphda overall yozishdan oldin eng e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu
o'ylab olishingiz kerak. Xo'p, men hozir guruh bo'yicha tanlasam, nima haqida ayta olishim mumkin? Nima haqida yoza olishim mumkin? Men o'zimni bilimimni to'liq ochib bera olamanmi? Aynan o'sha narsani siz o'ylashingiz kerak. Qaysi biri sizga ko'proq bilimingizni ochib bera oladi va o'shani tanlab yozishingiz kerak. So, let's move to the practice part. We covered the theoretical part, and let's move to the practice. Here we have got the graph. We will not write the whole point, but we can write the introduction overall and select the main point because this will be your homework. So, first of all, let's start with writing the introduction part. So, the bar chart, we put the bar chart in the place, we will not replace it. The bar chart, how can we paraphrase shows? Illustrate or giving information. Yes, gives information about. Okay, and gives info about the percentage of population using public transport to commute to work in 3 cities between 2000 and 2020. Proportion desa var, percentage'da proportion of the So please pay attention that this is the who, ya'ni who bo'lganligi uchun biza endi who'ni sal boshqacharoq qilib paraphrase qilishimiz kerak. Ya'ni mana bunaqa desa bo'ladimi? Unda qarang, public transport users desa bo'ladimi? Yes, public transport users in 3 cities, especially yoki da especially o'rniga namely desa bo'ladi. Namely Tashkent. Chunki bizda 3 ta bo'lgani uchun shahar bemalol ayta olamiz. Sanab bera olamiz. London and Tokyo. Yoki-da bunaqa usuli ham bor bizda. The bar chart illustrates or provides information about the proportion of Tokyo, Tashkent, and London residents who utilize it. Utilize it bu to'g'ridan to'g'ri use degan so'zni paraphrase yoki siz boshqacha usulda bermoqchi bo'lsak, who were public transport commuters yoki who were commuters in public transport deb ketsa bo'ladi. Ya'ni commute degan so'z bilan siz o'zingizni professional ekanligingizni ko'rsatib ketishingiz mumkin. Imенно topik lug'at bilan. Ya'ni misol transport mavzusi bo'yicha bizning topik lug'atimiz bu commute. Xuddi siz bu yerda berib ketsangiz bo'ladi. Yoki sport bo'ladigan bo'lsa athletes yoki shunga o'xshagan narsalar bilan berishingiz mumkin. So I guess we have paraphrased the introduction part, and now we can move it here and write the overall part. So, what are the main features for the overall? So I think is the main feature stood higher level in the London and Tokyo. Yes. Lekin solishtirsak o'sgani tushgani bilan bor ekan unda increase decrease bilan ham farq qilar ekan. Demak mana bu Toshkent and London Tokyoda. Hop, overall change ga qanday yozsa bo'ladi hozir? The number bera olamizmi bu yerda? Yo'q, number bermaymiz.
The percentage of desa ham, it Yes. can be